Salkam 4 sotiklik joyimizni gazi, suv, svet bor. 6 xona, 3 tasi yangi remont, shuni kirib yashayapmiz, 3 tasi eskiroq. Lokatsiyamiz Marg'ilonda, ko'rasizlar, men aytdim, shuni 10 yursiz press, chap tomon stansiya, Ko'kchoy Somorda oldida. Katta yo'lni bo'yida buni misol biznes uchun olsangiz ham bo'laveradi, yerini hisobida, lekin yaxshi lokatsiya, sababi kanalizatsiya, suv, svet, gaz qishin yozin zo'r ekan. Uyda kiraverish fayzi bor uy. Uyda 58 ming baho aytyapmiz. 58 ming kami bor, xudo xolasa bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Suvlar bor. Bu tomonimiz chap tomoni eski uylar. Buni buzib tashlab turib boshqa qursangiz bo'ladi. Narigi tomonda uylarimiz remonti yaxshi ekan. Hozir uji qo'yilyapti ustiga. Boshqa bemalol mana shu ko'rishingiz mumkin uylarning holatini. Chotki shuna kirib yashasa bo'ladigan holatda. Bu tomondan ham mana zina chiqilgan ekan, narigi tomondan tushib ketilgan ekan. Burchakda sanuzellari, narigi burchak oshxonasi, spanli, mehmonxona, xullas ham yo'g'i ichida komplekt, so'rtayli, chiroyli, agarodli, yaxshi katta yo'lni bo'yidan telefon qilib bemalol baraka qilaverasizlar. Pastki raqamlar sizlarga 58 mingga salkam 4 sotiklik Marg'ilonda stansiyada Ko'kchoy Somorda oldida. Pastki raqamlar baraka. Sog' bo'linglar.